ma'lum bir vaqtlarda zikr qilish to'xtatiladi. Mumkin emas. Misol uchun tahoratxonaga kirganda va shunga o'xshagan holatlarda zikr qilib bo'lmaydi. Yana bittasi imom jum'ani xutbasini qilayotganda ham zikr qilib bo'lmaydi. Xutbaga quloq solish kerak, uni ma'nosiga e'tibor berish kerak. U vaqtda birovga yonidagi o'tirganga jim tur yoki qimirlama deyish ham ortiqcha tutiladi. Shuning uchun bu vaqtda ham zikr qilinmaydi. Qolgan vaqtida zikrni ruxsati bor, lekin alohida qilinadigan zikrlarni iloji boricha afzal paytlarda qilishga tavsiya bor. Vaqt ma'nosida. Misol uchun tong chog'i, sahar chog'i juda ham yaxshi vaqt hisoblanadi.